Hop, bugun 29-sentyabr soat 8dan 4:04. Kecha ikkita oq uchirgandik. Bittasi kechqurun tushgandi. Kechqurun nechida tushganini aniq bilmayman. 11dan keyin chiqsam o'tirgan ekan kresda. Bunisi mana hozir tushdi, 7:58 da tushdi. Bu jon sira bilan chiqqani. Agar qo'nmagan bo'lsa 1 sutka tushdi mana shu yerda. 1 sutka. Holati mana shunaqa holatda tushdi mana bu yerda. Qanotlarni yig'ishtirilmayapti. Kattalar ko'zlarini yumib olyapti.